Hürmetli oznaqaylılar, Maya gazetasining 15 aprelda chiqqan Jumğa sonunda tubandagi materiallar bilan tanishirga mumkin. Oznaqaylılar bizning Rossiya Parkinson o'yinlaridan jing'u bilan qaytdilar. Usta qo'lli Lenar Galimov bilan Usta qo'linda bir tajamlana degan yozmada tanishirga mumkin. Shulay oznaqa yigiti balet artisti degan yozmada Rafael Yaxshigolovning ijod yo'li tasvirlanadi. Gazetimizda yosh oila nindi yordamga umidlana oladigan so'rovga javob, gazetimizning bu sonida osh suv, bog'cha pushmag'i, televideniye programmasi, crossword, Asiya Harisova she'rlarida o'rin olgan. Hurmatli oznaqaylılar, Maya gazetasini 2 yartiyillikqa yozilib davom etdi. Pochta bo'liklarida 830 so'm 70 tiyinga, alternativ punktlarda 568 so'mga, redaksiyaning o'zidan kelib olish sharti bilan redaksiyamizda 468 so'mga yozilirga mumkin. 6 oyga yozilishlar orasida Oznaqay sanatoriyasini putyovkada o'ynatdilar. Yozlig'iz ham o'tig'iz.